Bu O'zbekiston, bu Vladivostok. Bizni oramizda hozir mana shu yerdaman. Bu bo'lsa O'zbekiston. Qaraydi-ku. Mana. Mashinada O'zbekistondan Vladivostokka bo'lgan masofani agar chap tarafga yursangiz, Fransiyagacha borasiz. Tasavvur qilyapsizmi? Endi hozir men sizlarga bitta ma'lumot aytaman. G'urur, faxr tuyg'usi nimagadir uyg'onib ketdi-da menda. Qanaqa tushuninglar, bu odamni men tanimayman ham, men paxta qo'yadigan fe'lim ham yo'q, lekin mana bu narsani Chortoq suvini O'zbekistonda ham ichib yurardim. Shuncha yurib ko'rmagandim. Qattandir bitta magazinga hozir suv ichkim kelib, kirdim, topdim mana shu narsa, lekin faxr tuyg'usi uyg'ondi. Shu odamga lekin hurmat, bitta like bosib qo'yinglar. Chortoq degan suvni chiqargan odam 10,000 kilometr uzoqligida sotilyapti. Respekt.